Kafirlarni masjidga kirgizsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bizdan biraylan kafirlar masjidga kirsa bo'lamdi deb so'rabdi. Bir to'ngan ular g'usul qilmag'achqa albatta kirishga bo'lmaydi. Lekin din tashviq qilish uchun akirsa bo'ladi debdi. Men Allohning mushriklar nejis, ular haram masjidga yaqinlashmasin degan oyati bor. Bu oyat keskin hukm bilan keldi. Shunga kirishga bo'lmaydi desam, u Shian tarafdagi masjidlarda dinimizni boshqalarga tashviq qilish, dinimizning go'zal taraflarini ularga ko'rsatib, ularning ko'nglini islomga moyil qilish uchun ularni masjidga akiradigan ish bor deydi. Mushuning hukmi qandoq bo'ladi? Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Siz dalil qilib ko'rsatgan Alloh taolaning mushriklar nejislardir. Shunga ular Masjidi Haramga mushu yildan keyin yaqin yo'lamasin degan oyati Masjidi Haramga xosdir. Olimlar kafirning masjidga kirishining hukmida har xil qarashlarda bo'lgan. Ba'zilar kafirlar barliq masjidlarga kirsa bo'ladi. Masjidi Haramga o'xshash deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar musulmonlarning ruxsati bilan masjidlarga kirsa bo'ladi. Faqatla Masjidi Haram va haramdagi barliq masjidlarga kirmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar har qanday masjidga kirsa bo'lmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar masjidga kirgizilmaydi. Faqatla ishlash zaruriyati bo'lgandala kirsa bo'ladi deb qaragan. Yuqorqi qarashlarning har birining o'z oldiga dalillari bor bo'lib, bularni bir-birlab tahlil qilsak gap o'zrab qoladi. Dalil jihatdan kuchli bo'lgani musulmonlarning manfaatiga chetishliq biror ehtiyoj bo'lib qolsa yoki kirishi islom tashviqoti uchun bo'lsa, kafirlar Masjidi Haramdan boshqa barliq masjidlarga musulmonlarning ijozati bilan kirsa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarshidir. Bu qarashning ba'zi dalillarini misolga olaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Najd tarafga atliq qo'shin avatganida, ular Bani Hanifa qabilasidan Sumama ibn Usal ismli bir odamni tutib kelib, uni masjidning to'rigiga bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiqib: "Ey Sumama, nima talabing bor?" dedi. Sumama: "Ey Muhammad, agar meni o'ltirsang, qon qisosi vojib bo'lgan odamni o'ldirgan bo'lasan. Agar afu qilvatsang, rahmat aytishni biladigan biriga in'om qilgan bo'lasan. Agar pul-mol xohlasang, xohlaganingni talab qil" dedi. U shu holatda qo'yib qo'yildi. Atsi Rasululloh: "Ey Sumama, nima talabing bor?" dedi. Sumama: "Sana aytganimdek, agar afu qilvatsang, rahmat aytishni biladigan biriga in'om qilgan bo'lasan" dedi. Rasululloh uni yana shu holatda qo'yib qo'ydi. Atsi Rasululloh: "Ey Sumama, nima talabing bor?" dedi. Sumama: "Sana aytganimdek" dedi. Rasululloh: "Sumamani yeshib etinglar" dedi. Shuning bilan u darhol masjidga yaqin bir xurmuzorlikqa berib g'usul qildi. Ondan masjidga kirib, guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan silning chiroylarida mubak o'chkiradigan bir chiroy yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, silning chiroylari menga eng suyimli chiroy bo'lib qoldi. Alloh bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan silning dillarida mubak o'chkiradigan bir din yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, silning dillari menga eng suyimli din bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida menga nisbatan silning yurtlarida mubak o'chkiradigan bir yurt yo'q edi. Amdilikda bo'lsa, silning yurtlari menga eng suyimli yurt bo'lib qoldi. Lashkarlarim meni umr qilay deb mang'animda tutib olgan edi. Qanday qaraydilar deb iymon etgan edi. Rasululloh uninga xush bishorat berib, uni umr qilishga buyurdi. U umr qilib Makkaga kelganida birsi uningdan haq dindan batil dinga chiqdingmi deb so'radi. U: "Yo'q, lekin men Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan musulmon bo'ldim. Alloh bilan qasamki, endi bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ijozat qilmoqcha Yamamadan sizlarga bir til bug'doy dinimi kelmaydi" dedi. Osman ibn Abil As radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Saqif qabilasining umiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelganda masjidda turish ularning dillarini eritishi uchun ularni masjidga tushirgan. Ularni masjidga tushirish ular musulmonlarning ahvolini, xushularini, namozlardagi yig'ilishlarini va Parvardigoriga qilgan ibodatlarni ko'rishi orqali ularning dillarini bakroq eritish uchun ularni masjidga tushirgan. Muhammad atsi Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men musulmon bo'lishdan burun Badr asrlari haqida so'zlashish uchun Makkadan Madinaga kelganimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Sham namozida Tur surasini o'qiyotganligini anglab,
yoki ular hech nimasizla yaratıldimi, yoki ular o'zlari yaratquchilarmikan, yoki osmonlarni va zaminni ular yaratibdimi? Yo'q, ular keskin ishonmaydi. Yoki ularning yanida Rabbning xazinalari bormikan, yoki ular egallab olg'uchilarmikan. Tur surasi 35-oyatdan 37-oyatlargacha degan oyatga kelganda yuragim qipidan chiqib ketay deb qolgan edi. Umayr ibn Vahb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun kiyimining ichiga shamsharni yoshirib, asirlarni elib ketmoqchi bo'lgan qiyofatda kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni masjidga kirgizgan. Oxirida Umayr ibn Vahb shahodat aytib musulmon bo'lgan. Abu Sufyan radhiyallohu anhu mushrik vaqtida sulh tuzish uchun Madinaga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Najran xristianlari o'miga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozi o'qiyotgan vaqti edi. Sharik ibn Abdullah ibn Abu Namr rivoyat qiladi-ki, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'ltiratdik. Tugi mingan bir odam masjidga kirib keldi. U tugisini cho'ktirib, putini bog'lab qo'ygandan keyin bizdan "Qaysinglar Muhammad bo'lisizlar?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aramizda hassiga taynib turadi. Biz uningga hassiga taynib turgan buni oq yuzlik zot shu dedik. U odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Ey Abdul Muttallibning o'g'li" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga "So'zlaver, quliqim senda" dedi. U "Sendan qo'pollik bilan masala so'rayman, ochiqqin kelmasin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Xohlagancha so'ravergin" dedi. U "Sening va sendan ilgirkilarning Parvardigori haqqi bilan sendan so'raymanki, Alloh seni butun insonlarga payg'ambar qilib avatdimi" deganida uningga "Albatta shundoq" dedi. U yana "Sendan Alloh haqqi bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdimi" deganida uningga "Albatta shundoq" dedi. U yana "Sendan Alloh haqqi bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni har yili Ramazon oyida bir oy ro'za tutishga buyurdimi" deganida uningga "Albatta shundoq" dedi. U yana "Sendan Alloh haqqi bilan so'raymanki, Alloh seni boylarimizdan zakot olib, uni kambag'allarimizga taqsim qilib berishga buyurdimi" deganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Albatta shundoq" dedi. Haliq odam Rasulullohga "Sen elib kelgan dinga iymon keltirdim. Men bo'lsam xalqimning sana avatgan elchisi Said ibn Bakr jamoatidan Zimam ibn Sa'laba bo'laman" dedi. Shafi'i olimlardan Xatib Shirbini mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidga kofirlarni kirgizganligi sahih holatda isbotlangan bo'lib, bu Baroat surasidagi oyat tushib bo'lgandan keyinligi aniq. Chunki u oyat 9-yil nozil bo'lgan. Umaklar bo'lsa 10-yil kelgan. Ularning ichida Najran xristianlarmi bor edi. Ular dastlab qolib jizya elish bekitilganlardir. Ular kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni masjidga tushirib, ular bilan Masih alayhissalom va undan boshqa masalalarda munozara qilgan. Yana kofirlarning maynatligi ularning e'tiqodida bo'lib, ularning badallari pokiz bo'lsa, masjidga kirishi masjidni bulg'ayotmaydi. Kofirlar junub yoki hayzdar holatda bo'lgan ahvoldami o'xshash. Chunki kofirlarda junublikdan poklanish e'tiqodi yo'q. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni masjidga kirgizavergan. Yuqorqi sahih dalillarga asosan kofirlarning masjidga kirishiga musulmon ruxsat qilgan ahvolda masjidga kirsa bo'ladi deb qarasak, kofirlarni masjidga kirgizganda ba'zi bir ishlarga diqqat qilish lozim. Birinchi, kofirlar masjidga kirganda badallarida yoki oyoqlarida maynatlik bo'lib yoki axlat tashlab masjidni maynat qilayotmaydigan bo'lishi. Ikkinchi, ayollar yarim yalang'och holatda kirmasligi. Uchinchi, namoz o'qiyotganlarning namoziga, ibodat qilayotganlarning ibodatiga daxl qilmasligi. To'rtinchi, tamaki chekkan yoki shunga o'xshagan masjidning alohida haqqi hurmatiga loyiq kelmaydigan holatda kirmasligi. Xulosa, islom tashviqotidan ta'sirlanib musulmon bo'lishi umid qilinadigan yoki masjidga kirsa vaz nasihatlarni anglab, musulmonlarning ibodatlarini ko'rib, musulmonlarga qarta tushuncha tuzilib ketadigan yoki ishlash yoki remont qilish qatorliq manfaatni ko'zda tutib, kofirlarning masjidi haramdan boshqa barliq masjidlarga kirishiga ruxsat qilsa bo'ladi. Kim biladi, balki masjidga kirgan kofir ta'sirlanib qolsa, Alloh uning qalbini hidoyat qilib, musulmon bo'lib qolsa ajab emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida kofir turib masjidga kirganlar asosan musulmon bo'lgan yoki masjidga kirib ko'rgan anglaganlari keyin ularning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Shunga kofirlarning masjidga kirishi bir xil jalloq islom tashviqoti hisoblanadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir.
Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1 tom, 42 nomerlik fatvo.